Samarqand viloyati. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mahmud raqam tanlang. 13. Ko'z yosh nima, sen bilma boshliq. Senga porloq tilayman boshliq. Bu dunyoda na yaxshiki bor, senga ko'zim, senga bo'lsin or. Sizga bir daqiqa. Senga porloq tilayman. Bilib olamiz. Chunki porloq bo'lgan kelajak bo'ladi. Kelajak tushmaysiz. Zinhor bor. Ko'z yosh nima, sen bilma zinhor. Senga porloq tilayman iqbol. Bu dunyoda na yaxshiki bor, senga ko'zim, senga bo'lsin ol. Zinhor va iqbol bo'lsa kerak. Ko'z yosh nima, sen bilma ozor. Senga porloq tilayman iqbol. Bu dunyoda na yaxshiki bor, senga ko'zim, senga bo'lsin or. Ozorni birinchisi. Ha, ozor va iqbol. Zinhor bo'lsa kerak. Ko'z yosh nima, sen bilma zinhor. Senga porloq tilayman iqbol. Bu dunyoda na yaxshiki bor, senga ko'zim, senga bo'lsin. She'riyatda men dissertatsiya. 25 senga bo'lsin or. Endi 50 barash kurashasiz. Marhamat. Hech qolmayman-da ishonasiz. Doim qatnashaman. Viloyatda 2 bo'lib qolaman, 3 bo'lib qolaman. Ko'z yosh nima, sen bilma ozor. Ya'ni bu o'zining farzandiga aytilayotgan, ya'ni bu o'ziga qalangan mansub hisoblanadi va bu o'zining farzandiga ona tomonidan, ya'ni ona o'zining farzandiga hech qachon yomonlikni tilamaydi. Hattoki o'zi hayotdan kechadiki, o'zi ko'z yosh to'ksa to'kadiki, bolasi o'zining farzandi zinhor va zinhor aslo ko'z yosh va ko'z yosh nimaligini bilmasligini, alam chekmasligini xohlaydi. Senga porloq tilayman iqbol. Ya'ni sen doimo iqboling porloq bo'lsin. Bu dunyoda hamma yaxshiliklar senga bo'lsin deya aytib o'tadi. Ya'ni bu farzandiga aytilgan, ya'ni o'zida bor yaxshiliklarni, o'ziga keladigan yaxshi kunlarni ham o'zining shu qo'zisiga bergisi keladi. O'zbeklar bolasini qo'zim deb erkalaydi-da. Qaysi xalqda qaysi hayvon muqaddas bo'lsa shuni aytadi. Ruslar cho'chqacham deydi. Qo'zlariga qofiyadosh. 4+5 tarzda turoqlangan she'rdan barcha samimiy tilaklar o'z ifodasini topgan deyishimiz mumkin. Bilamizki, o'zbek onalari nafaqat dunyodagi barcha onalar o'zining farzandiga barcha yaxshiliklarni tilaydi va barcha yaxshiliklarni farzandiga berishni xohlaydi. Va bunda haqiqiy onalarning jon fidoligini she'rda ko'rsatib bergan deyishimiz mumkin. Yaxshi gap qildi. 35 beradi. 6-sirgada eng yuqori 78. Rahmat. Mohinur, sizni kim qo'llab-quvvatlashga kelgan bu yerga? Dadajonim, buvijonim, keyin shu yerda bir qarindoshimiz bor edi, Andijonlik. Butun Samarqand qo'llab-quvvatlayapti. U ekran orqali bilyapmiz uni. Bu yerda ham mana muhimda sizlarni qo'llab-quvvatlayotganim. Albatta. Menman hammalar qo'llab-quvvatlaydi.
Ustozim kim? Maktab so'ramayman. Günü yarışmasına Ha, bir çıkın. minut olabilir Bilaman. bu. Qayta olamiz. Nurobod tumani. O'zi hayajonlanib o'tirib banda boshqa yoki ma'lumot bermaysiz ekanmiz. Singlimlar radni yaxshi. Uni aytmayman. Ma'rifat ma'lum. Ustozga nimalar o'ta bo'lib Mohidov 9 sinfga she'rim yozsam Yo'q. she'r yoz. Shu bugundan boshlab yoz. Xullas nima qilyapsiz? Kitob o'qigan odamlarni she'r yozdi. Nimaga bunday siz majburlar ekansiz ko'rgan odam? She'r yozmang. Yaxshi, Zulfiyaning farzand she'rini 9 sinf o'quvchisi darajasidan diafrag darajada sharhlasin. Men 53 ball qo'ydim. Ya'ni sharti 28, ya'ni 53 ball qo'ydim. Shart pasaytirib. Tanimat sinfi 35 qo'ysanglar ham arzon. Menda 50 ball. 58 qo'yish kerak. 53. 3 va o'rta hisobda sizda 54 ball. Sog' bo'ling.